Assalomu alaykum Nodirbek Svarshi kanalining obunachilari, kuzatib boruvchilari. Barchalarga yaxshi kayfiyat. Bugungi videomizda o'zimiz yo'nalishimizga ketamiz. Svarka qilish sirlari bo'yicha. Shunchaki oddiy tekis holatda olib kelib ulashni ko'rsatib beramiz. Qani bo'lmasam biz videoni boshladik. Birinchi sizlarga material haqida ma'lumot berib o'tsam, baribir kommentariyalarda so'ralar ekan. Turbani razmeri mana 42 lik turba ekan. Stenasini aytib o'tsak, stena ham stena mana stenasini ko'rsatib 3 mm. Stena 3 mm. Ko'proq haligi paravoychilar ishlatadigan turbalar. Aslida menda ham oddiy qusoq shuni topib ish qilyapti yerimdan. Shuni video qilib ko'rsatib bermoqchiman. Buni qanday qilib to'g'ri ulashlikda oldin nimalarga ahamiyat berishimiz kerak va nima qilishimiz kerak? Shuni aytib o'tsam, mana turbani e'tibor berib ko'ring. Tekis kesib turib, shunchaki ulasangiz mana jips holat keladi mana. Buni ustiga quysangiz ham bo'laradi. Lekin yaxshi bo'lish uchun, kачественный chiqishligi uchun turbangizni mana aylantirib, qirg'og'ini yedirib olasiz mana. Bu ikki tarafini men oldin tayyorlab olib, keyin bir yo'li ko'rsatyapman. Mana. Ko'rdingizmi? Jips holatda kelsa, o'rtasida ariqcha binoyi keladi-da. Shu ariqchaning ichini quysangiz, svarkangiz даже 2 baravar kuchga ega bo'ladi, quygan joyingiz. Bunday bo'lsa, tekis holatda kelsa, svarkani o'zingizlar qancha millimetr, deydi bir 1 mm svarka quyilsa, 1 mm o'zi ushlab turadi. Bu holatda kelganda mana bu burchakka ko'rinadi o'zi. Даже ikki tarafdan yeyilgan hisobiga o'rtada ariqcha paydo bo'ladi. Ariqchaning ichiga 2 mm, даже 3 mm gacha svarka quyiladi. Keyin uvering bo'lasiz. O'zingizga ishongan holda svarka qo'ya olasiz. Endi buni sizlarga batafsil qo'yib ko'rsatib beraman. Qani bo'lmasam boshladik. Men shu 2-3 joydan turba buralib ketmasligi uchun 3 joydan prihvatga qilib ushlatib oldim shuni. Endi buni qo'yib ko'rsataman. Diqqat bilan e'tibor berib qarab turasizlar. Aytgancha, shu har elektrodni bosganimizda mana shu joyda turbani какой-то millimetrdan jildirib, burab qo'yib ketiladi. Shuni aytib o'tay mana. Elektrod bosildi. Turbani men qo'lim bilan burab ketyapman. Sizlarga yaxshi ko'rinmayapti bu.
Mana shlakka yaxshilab e'tibor bersangiz, mana shu bir tarafdan elektrodni mana bir xilda mana shu burchakdan berdingizmi, elektrodni berib turbani ham какой-то gradus burab kelaverasiz. Shlak erigandan keyin pastga oqishi kerak. Shunga e'tibor berasiz. Turbani hech qachonda mana shu holatda men pastdan men qarab pastga qarab tushib ketib bo'lmaydi. Bu pastga qarab tushmaysiz. Chunki elektrodingiz tik holatda tursa, shlagni bir tarafga turtadi-da, sizga to'g'ridan metallda olib keladi. Bo'lmasam shlagni ustiga hech qachon svarka qo'yilmaydi. Shuning uchun shu yerga e'tibor berasizlar. Endi meni chaqib ko'rsatsam, yaqindan tomosha qiling. Shu e'tibor bersangiz mana bir xilda mana past mana shu holatda buralgan bo'ldi, buralib ketgan. Bir xilda buralib shu yoqqa qarab tushib ketgan. Elektrodni masofasini ham bir xilda uring. Sizga maslahatim, orasini ochmang hech qachon. Keyin bir ichidan gazmi, suvmi chiqmaydigan bo'lib qo'yiladi. Elektrodingiz shu holatda ushladiz-a terjakni. Shu holatda ushlab tursinmi, turba aylanadi. Mana shu tak shu holatda mana. Mana shunday. Mana shunday qilsangiz, shunda shlak past tarafga oqatda sizga toza joy keladi, toza joyga urib ketaverasiz shuni. Endi tikka turgan holatda, profil aylanmaydigan holatda qo'yishlarni ham xudo xolasa videolarda olib ko'rsatishga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada fikringiz bo'lsa yozib qoldirasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha barchalarga katta rahmat.